gazalik masmikan ish qilib, levelligini bilib qolmasin-da. Choydan qo'ying. Keling. Bugun nima ovqat qilasiz? Voy, eshik taqillayaptimi? Boring, tez qarang. Yo'qni bar qoldimi? Voy, gazalik masmikan ish qilib, voy, ani uzib qo'yuvdi-ya gazni. Levelligini bilib qolmasin-da. Uf, birinchi marta qarasa bo'lar ekan. Oqjon, o'sha nima bo'ldi? Mushti tushdi. Bola qani? Bola, bog'chada. Oy uydamilar? Ha, uydalar, ko'ring. Oy, sho'xtamilar. Mana, ko'ring. Oy, voy, Charos. Ha, qizim, tinchlikmi? Assalomu qizim. Nima o'rib olding? Boshingga nima bo'ldi, qizim? Ha? Tinchliksan, nima bo'ldi? Oyi, turmush bu boks sahnasi degandek, qatdan zarba kelishini bilmaysan. Xohlagan paytda xohlagan joyingga zarba beradi deb deysan. Suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib, chidab yashagin degandek, hammasiga sabr qil degandek, lekin nimagadir turmush mushtiga chidolmayman onajon. Sabrim yetmayapti. Nima bo'ldi o'zi? Unda tushuntiribroq gapir. Qaynanam bilasiz-ku, har doim gijgijlab, meni urishtirarlar xo'jayinim bilan. Erim ishdan kelishlariga ovqatda ozgina tuzi past bo'lgan ekan, o'shanga urishib meni gijgijlagandilar, kuyovingiz kelib, bir urdilar, boshim bilan qattiq tegdi-da. Nimagadir boshim yomon bo'lyapti ona. Tekshirishga olib boramiz. O'zim olib borib kelaman doktorga. Oyi, o'sha yerda o'zim menga telefon qilmaysanmi? O'zim borib sekin rosa madora qilib gaplashib kelardim. Uyga sirasi kelib olganingni qara qizim. Hayda bordi-da kuyovingiz o'zlari. Ketkizib bordilar, bor yo'qol ketgin deb. Bolalarni ham olmasdan yugurib yoqqa kelib urdi. Nima qilishimni bilmasdan. Qochma, qudamga telefon qiling. Oyi, urishib ketmay, faqat iltimos. Ha. O'zim joyida gaplashaman. Sizga telefon qilmagandim. Bo'ldi. Charos. Timoyim ustida dori bor. Ichib olganda og'riq yo'qoladi. Sandan bo'ladi. Men o'zim qaynanang bilan gaplashib, qani bilingchi nima bo'ldi, nima qo'ydi. Ikki tarafni eshitishchi qani? Keyin murosa qilamiz. Xo'p, bora qol. O'g'il uylantirib tinchidim desang, qiz uzatib tinchidim desang, qatdan bularni tashvishi qachon tugaydi? O'lguningcha tashvish tugamas ekan-da. Kelin. Charosim manti yaxshi ko'radi. O'zingiz bir o'ng qo'lingizni o'ynatib, manti qilib qo'ying, xo'p? Mazza qilib yeb olamiz. Mayli, men ham qudam bilan gaplashib ola qoling. Charchaning. Manti deydimi? Tavba qildim. O'z bitta kaltaga chidolmasa.